Yangi invertor olib keldim. Unga ideya. Besh yillik garantiyasi bilan olinganligi to'g'risida. Hop. Qani. Uzoq kutilgan momentlar deydimi? Oho, kattaligini kitobchasi. Bu yerda Wi-Fi deganiki. J-Cloud bilan olaymiz kitobchasi, boltlari. O'g'lim, sen o'qib qo'yasizmi? Degan o'zining original konnektorlari. Mana shu narsa menda singan edi. Yaxshi bo'ldi kelgani. O'zida bor. Ulaydigan boltlari ham bor ekan. Tankerlar bilan tayyor komplekt. Degani o'zi 12 kilo bo'lsa kerak, adashmasam. 12 kilo edi. Og'irgina salafanni qattiq ochar ekan. Mana buni pas ochar ekan. Kelinni patasiga o'xshab qo'yishibdi. To'rtta ikkita MPPT, to'rtta podключенияsi, Wi-Fi, radiatorlari, yonidan yoqilishi. Standart ideya. Ora bo'lsa mana buni qo'yib, oldingilarda mana bu yerda shaytoni bo'lardi, shayton bilan qo'tirilardi. Xudo xolasa endi Hongrid 20 ligi bor. Mana shunga ulaymiz. Mana shunga ulab. Keyingi videolarda ko'rib borsanglar, 3 fazali olib kelindi. J olib kelindi. 10 kilovat hozir ishlab turibdi. Primo ulama ishlayveradi. Yana 10 kilovat qo'shish kerak bo'ladi. 10 sig'maydi bir 17-19 dan sig'dirishga harakat qilamiz. Ja bo'lmasa mamga naves qilamiz. Mana shu tazgina joyim bor. Kuzatib boringlar. O'g'lim, yaxshi ekan? Katta ekan-a? Vitrinada kichkina ko'rinardi. 12-15 kilo upakovkasi bilan. Hop, 380 oladigan joyimiz. Mana bu yerda yopiq rezinasi bor. Nima deyiladi buni oti? Teshib turib qo'rasizlar. Bu ham xannadi. Bu bilan yopasalar. Hop. Ikkita MPPT bo'ladi. 5 kilovatdan 4 to'lasa bo'ladi. Bunga o'zi maksimalni 26 kilovat ko'taradi. Endi 23-24 dan ortig'ini ulamanglar, maslahat beramiz. Wi-Fi ulanadigan port. Stringlarni o'chirib yoqish. O'ziga qulay yaxshi bu. Jeyada nimasi yaxshi? Mana shular baqlat chidamli bo'ladi. Ma'muli ham original bo'ladi. Komplektidan chiqadigan narsalarimiz 4 ta papa. Bu original. Temirlarni mana ko'rsanglar bo'ladi. Mana shu degan shu narsasi menga yoqadi. Ichidan original rostik asmlari chiqadi. Mana bu yerda 4 ta mamasi bor. Bu ham shu original. Ichidagi metallari qalin-qalin, qattiq bo'ladi. Xitoykida MC torlar bilasizlar. Namasini qisib qo'yiladigan kichkinagina bo'ladi. Bu ham yaxshi, men endi unisini payga qo'yaman. Bu yerda mana o'zi tayyor. Yaxshilab preссовать qilinsa bo'ldi. R485 podключенияsi. Ankerlar, qo'shimcha boltlar. Hop, shestigranli kulishlarigacha. Nima ekan bor mana. Mana bu ham original qalin. Men buni Xitoydan zakaz qildim, nimjon keldi, sim ketdi bu. Bu original baqvati bu. Komplektida hamma narsa bor. Wi-Fi bor. Bitta qo'lda ochish qiyin bo'lyapti. Mana Wi-Fi ham kattagina yirik. J-Cloud bilan ulantiriladi bu ham. Kitobi. Mana bu orqasidagi kranshtayndan. Komplektida hamma narsasi bor. Bitta quyosh paneli yetishmayapti. Shuni ham sovurishganda yaxshi bo'lib ketardi. Quyosh panelini endi o'zimiznikini qo'yamiz. Yonidagi shildiga kimga qiziq bo'lsa ko'rib olasizlar. 1100 voltgacha ketma-ket panel bo'lsa bo'ladi. 200 voltdan 1000 voltgacha MPPT 98.6% da ishlaydi. Nominal holatda 20 kilovat sotadi, pikvida 22 kilovat ham sotadi. IP65 -25 sovuqdan +60 gradusgacha chidaydi, yomg'ir qorga chidaydi. Ko'chaga o'rnatsa bo'ladi. Narxlari invertorimiz $720, PV simi 1 metr 1 sent, 3 fazali ishchimiz 1.900.000 so'm. Hozir nimada to'xtadik? Bu keldi. Ishchi keldi. Hozir bitta kutayotgan narsam texnik shart. 3 kun ish kunida chiqadi. Yagona darajaga borib ariza bersangiz 64 ming adashmasam to'ladim.
3 kun kutasizlar-da. Endi hozir shanba oddiqga kelib qoldi. Menimcha shanba ish kuni bo'lmasa kerak. Dushanba kunga chiqadi. Elektrosistdan menga telefon qilishar ekan. Kelib, bularning hammasini registratsiyasini qilib ketishadi. O'lib o'yin deb texnik shartini aytib ketadi. Texnik shartda nimalar bo'ladi? Simlarning qalinligi, qanaqa счётчик qo'yish, o'sha qanaqa qatgacha tortish bunisi mana. Stalbagacha tortamizmi yoki mahallani tepasigacha. Endi 50 kilovatlarni tepagacha tortilyapti. Menda 20 dan kam bo'ladi. Keyin yana bitta narsa, bunga o'zi texnik shart kerak emas. 20 gacha ofitsialniy chizmalari bilan elektrosistga topshirmaysizlar. 20 dan pastiga, 20 dan u yog'iga topshirasizlar. Bu nima degani? O'zingizlar o'rnatishingizga ruxsat bor, elektrosist hech narsa demaydi. Men shuning uchun 20 dan kam qo'yaman. Endi tomda joy ham yo'q-ku. Hammasi qo'rsam, orttirsam bo'ladi-yu. Lekin 20 dan kam qo'yaman. Texnik shartni chizmalari kitob qilib o'zi dokument qilib topshiriladi, o'sha narsasini qilinmaydi. Buni o'zim bo'la olaman, tez firma. Texnik shartda firmani pechati ham bo'lishi kerak. Xo'p, buni yana bittasini olib keldim. Ana bunisini qo'yib olishim kerak. Hali qo'ymadim. 80 amperlik oldim. Atak 100 amperlik ham qo'yib yuborsa bo'ladi. Menga bo'ladi chunki 16-18 kilovatdan ortiq sota olmayman, baribir. Shuni hisobiga. Endi deyani o'zimnikini yoniga qo'yaman, menimcha. Pododa turaverib qoladi, zaxkina qattiq uzib ketmaydi. Yana bitta narsa, hozir harakat qilamiz ko'rsatishga. Oldingi versiyada kullar bo'lmasdi, adashmasam. Mana bunda kullar ham bor ekan, kichkina kullar bor. Shuni ham aytib ketaylik. Zazimleniyasi, hamma narsasi. Hop, yonida ko'tarishga qulay bo'lishi uchun radiatorda teshigi ham bor ekan. Akkuratni cho'tga ko'tarib olasizlar. Og'irligi bir 12-12,5 kilo, adashmasam endi. Oldingi nimalarda shunaqa edi, adashmasam. Og'ir emas, bitta odam ko'taradi bemalol. Ko'tarsa bo'ladi. Endi keyingi videolarda o'rnatishni boshlaymiz. Videolarni ko'rib, podpiska bosib qo'ysanglar, hammasini ko'rasizlar. O'zim qila olaman degan odamda o'zingizlar qo'yib o'rasizlar, ko'rish. Buniki osonroq. Gibriddan ko'ra buni qo'yish juda ham oson. Hozir o'zida aytib ketaman, bundan 3 fazani chiqarasizlar, bitta nolni chiqarasizlar. Olib kelib ko'rib bilan olib kelib mana bunga ulasizlar, bo'ladi. Texnik shartda necha sim ishlatishingizni yozgan bor. Olib kelib shunda olasizlar, bo'ladi. O'zi sotib bo'ladi. Endi bundan chiqishiga bitta menda bir faza bo'lgani uchun o'yim bitta fazani chiqaraman-da, mana bu yoqqa ulab yuboradigan bo'lsam, mana simga uyga o'tib ketadi. Bo'ldi. Ularni ham ochib boshqatdan qilishim kerak, ularni men yig'maganman. Xolis mana ham bo'shasin joy, keyin qilib olamiz. Keyin yana bitta narsa, hozirgi 10 talik sim bilan oldingi 10 talik simni qalinligida ancha farq bor ekan. Borib 10 talikni ko'rsatsam, yupqa alyumin simni ko'rsatdi. Bular hozir 16 lik, lekin oldingi 16 bilan bu ham farq bor ekan. Bu yupqaroq 16 deb berishdi. Shu savollar bo'lsa, kommentariyaga yozaveringlar. O'zi bir Telegram guruh ochaman deyapman. Telegram guruh ochsam, o'tib bemalol gaplashaveramiz. Hamma savollarni Telegramda beraverasizlar. Qisqa video bez montaj qilib tashlayveraman, chunki montaj qilishga vaqt yetmayapti hozirgi paytda. Video ko'p olmayman, montaj qilishga vaqtim yo'q. Videolarni bir 4 dan 5 tasi bez montaj yotibdi. Vaqt bo'lsa qilib yuborishim kerak. 50 metr sim olib keldim. O'zimda ham mana hozir bir 24 metr simim bor. 75 bo'lyapti, lekin bitta stringiga bunga bu 1000 gacha ko'taradi, 1000 voltgacha ko'taradi. Hop, mana mashinaning o'ziga 14 dan olib tushaman. 725 lik Jinkoni. Bunga o'zimda hozir 2.5 kilovatdan tushgan, shuni qo'yib ulayman. Shunda bu ham bir qator ishlamaydi. Bitta stringda 1000 ishlaydi, ikkinchi stringda 2.5 kilovatli ishlaydi. Bunda 10 kilovat ishlaydi. Podpiska bosib qo'ysanglar, kanalimga hammasini o'zingizlar ko'rib turasizlar. Hamma jarayonni polnisi video qilib tashlayman. Like bosib qo'yasizlar, like qo'yamanglar. Ko'proq odam ko'rsa, ko'proq odam o'zi o'rnatishni o'rganib oladi. Javob bo'lmaganda o'rnatmasa ham tushunib oladi. Usta chaqirganda shunga qarab narxini kelishib olishadi. Qanday? O'zingiz o'rnatib bering deganlar bo'lsa, video tagida nomer tashlab ketaman. Aloqaga chiqsanglar, narxini kelishib, chiroyli qilib, sifatli qilib o'rnatib beramiz. Faqat karkasdan ekonom qilmaysizlar. Karkas nozik bo'ladigan bo'lsa, men karkas o'sha olmayman, to'g'risi qilgim kelmaydi. Chunki ertaga mendan keyin bir narsa bo'ladigan bo'lsa, u ne stoyt to'g'risi. Shuning uchun karkasdan yaxshilab yig'iladigan qilib, shuni hisobiga narxida ozgina raznica bo'ladi-yu, lekin ko'cha bilan baribir bir xil bo'ladi-da. Unaqa qimmat ham bo'lib ketmaydi. Ba'zi bir narsada arzon ham tushadi. Chunki biz postoyanno borib olib klient olganimizga bu narsalarni nisbatan bizga arzonroq berishadi. Shunaqa. Shuni hisobiga narxlar o'rtacha bo'ladi, lekin karkasinglar baquvvat bo'ladi. Shuni aytib o'tamiz. Sog' bo'linglar, kuzatib turinglar, o'rnatamiz, birga o'rnatamiz.
Hammasini ko'rib turasizlar. Charchamanglar.